Bir so'm pulsiz mana shu qo'limdagi elektrichskiy qaychilarimizni sizga tekinga berib yuboramiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Nechtagacha kesganingizgacha sanab turadigan universalniy variant hisoblanadi va batareykalari 48 vatli batareykalar bilan ikkitadan batareyka va zapas mana shunday o'zini kulishlari hamma yo'g'i bilan komplekt holatida sizga bir so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Faqatgina mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga hoziroq bitta like bosib, kommentariyaga kirib, omad so'zini yozib qoldirib qo'yganingiz uchun do'konimizga kelib, hozirgi kunda mana shu turdagi instrumentlar, dori apparatlar, shurpayor naborlar va motobloklar uchun kerak bo'ladigan agregatlardan birini ham tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Faqatgina videoni aytib o'tganimda shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videoga like bosing va kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan komplekt holatda motobloklarimiz ham tayyorlab qo'yganmiz akalar. Bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, original Belarus motobloklarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Elektrichskiy qaychimiz va shunga o'xshagan bonuslarda tekinga yutib olishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Xo'p, ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan motobloklarning ichida eng baquvvatlariga pluglarda torta oladigan variantlaridan ko'rsatgan degan akalarimiz uchun universalniy pluglarimizdan ham komplekt holatda xohlasangiz 10 ballon iziga e'tibor berishingiz mumkin. Xohlasangiz chap ballonni iziga ligirovka bo'ladigan universalniy pluglarimizdan ham komplekt holatda tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, bu motobloklarimizni hozirgi kunda 7 kuchli motobloklarning ichida eng baquvvati va eng moshnisi hisoblangan Belarus motoblogimizni 450 talik korobkali varianti. Bu motoblogimizni boshqa turdagi motobloklardan birinchi navbatda farqi motorlari tomonlama 170 motorlar bilan jihozlangan 7 kuchli bo'lishiga qaramasdan rasxod tomonlama soatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladigan ekonomishli motoblok hisoblanadi. Bu motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin, soatiga 1,5 litr benzin rasxod qilishiga qaramasdan reduktorlari tomonlama usulinni qilib 450 talik korobkali variantlaridan jihozlab qo'yilgan. Bu motobloklar Xitoy davlatida zborka qilingan, lekin chertyoji va ichki tomon zapchaslari detalni har bitta zapchasigacha eng original bo'lgan sifatli mahsulotlardan zborka qilib yig'ilgan motoblok hisoblanadi. Bu motoblogimiz Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilganligi uchun korobka qismlarini kattaroq qilib jihozlab kelingan va bu motoblogimizga orqasida vomlargacha qo'yilgan. Motoblogimiz oldiga 1 va 2 skorstlari bor va orqaga bitta zadniy xodlari bor. 60-70 agat oralariga ligirovka bo'lishligi uchun ham ballonlarni kengroq qilib ishlab qo'yilgan bo'ladi va bu motoblogimizda xohlaganlar uchun rollari gidravlikali varianti. E'tibor berishlaringiz mumkin. O'ng tomon, chap tomonga ligirovka bo'ladigan universalniy 360 gradusgacha buriladigan, e'tibor berishlaringiz mumkin, ballonlari gidravlikali qilib ishlangan bo'ladi. Bu motoblogimizda bu gidravlika bo'lishiga sabab aravalarda tortishligida va undan tashqari mana shunday pluglar tortishlikda sizga qulayroq variant hisoblanadi. Shuning uchun xohlaganlarga mana shunday gidravlikali, xohlaganlarga bez gidravlikali variantdan motobloklarimiz bor. Bu motoblogimizda aytib o'tganimda 1 va 2 skorslari bo'lganligi uchun siz xohlagan skorsda, panijniy, повышенный skorsda foydalanishlaringiz mumkin. Orqasida pluglarimiz esa xohlaganlar uchun komplekt holatda tayyorlab beramiz, xohlaganlar uchun отдельный sotuvda ham bor. Xo'p, undan tashqari bu komplekt holatda motoblogimizda o'zini ichidan chiqadigan zapchaslari, frezalari, dokumenti, kulishlari bo'ladi. Va boshqa turdagi motobloklardan farqi bu motobloklarimiz uchun hozirgi kunda
Bizning do'konlarimizda 250, 350, 450 va 550 talik markali Belarus motobloklarimiz sotuvda bor. Bu motobloklarimizni 450 dan boshlab 550 gacha bo'lgan modellariga 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Bu motoblogimizda hozirgi kunda aytib o'tganimdek komplektiya frezalari, dokumenti kulishlari bilan 450 talik korobkali variantlarini narxi 4 million 300 ming so'm. Xohlaganlar uchun 550 talik korobkali variantlari bor, narxi 4 million 700 ming so'mgacha chiqadi. Bularda eng arzon varianti atiga 3 million 200 ming so'mdan boshlab mana shu turdagi original variantlari 4 million 700 ming so'mgacha chiqadi. Bemalol kelib sotib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tilayotganda garantiyalari tomonlama, sifati tomonlama eng baquvvatini olaman degan akalarimiz bemalol kelib Belarus motobloklaridan sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari orqasida pluglarimiz ham narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Hozirgi kunda bu pluglarimiz ham har xil assortimenti bor bizning do'konimizda. Eng arzon modellarining narxi 700 ming so'mdan boshlab 1 million 200 ming so'mgacha universalniy pluglarimiz ham sotuvda bor. Bu komplekt holatda motoblogimizni sotib olaman degan akalarimiz sonlari chegaralanmagan holatda xohlaganlarga yig'ilgan, xohlaganlarga upakovka holatda tayyorlab bera olamiz. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Bu motobloglarimizni ishlash jarayonlari, bundan ham to'liqroq obzorlarni videolarda kuzatishda davom etadigan bo'lsalaringiz, bugunning o'zida ishlash jarayonlarigacha yana bir qator ko'rsatib qo'yib beramiz. Va bu motoblogimizni agat olish jarayonlari, plug tortish jarayonlari qiziq bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'p, undan tashqari videoni boshida aytib o'tganimdek, mana shunday elektrический qaychini tekinga yutib olishni xohlasangiz, videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirgan bo'lishingiz kerak. Do'konimizga kelib, xohlagan turdagi motobloglardan birini sotib olganingizdan keyin bizning do'konimizda sonlari cheklanmagan holatda har xil motobloklar bor. Qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar bizning do'konimiz ichida omadli baramanimiz joylashtirilgan. Bu omadli baramanimiz ichida sizga tashqarida ko'rsatilayotgan elektrический qaychilar va undan tashqari shurpayor, bolgarka, drel, shunga o'xshagan 100 xil oshiq instrumentlar mana shu baramanda joylashtirilgan. Kelib, o'z omadingizni sinab ko'ring va bu yerda nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Mana shu turdagi sovg'alar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Motoblok olganingiz uchun yana nimalarni bonusga qo'yib beraylik? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolar o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar.